qadar olib bitta lasetimiz kelganda uvillab qolganda o'sha xuddi anaqa generator dovushiga o'xshab uvillaydi dovushi. Mana shu tortsanglar o'sha dovush yo'qoladi. Bu nimadan chiqadi? Birinchi o'chirtdi. Ko'rilgan narsa, mana bu narsa sinib ketib qoladi-da, havo so'rib qoladi. O'shandan bo'lishi mumkin. Agar mabodo bundan ham chiqmasa, sirasi boshqa narsa almashtirishga o'tib ketmaydi. Safunda ham bunaqa shlankasi bo'ladi. Bu ikkita bo'ladi. Mana yoqib qo'ydim o'sha, to'g'rilab yopib qo'yib bo'ldim. Shu ikkala shlankasini ham ko'rdik. Bittasi mamanga kirgan shlanka, bittasi kollektor oldiga kirib ketgan shlankasi bo'ladi. Mana shu shlanka tiqilib qolgan, havo o'tmaydigan bo'lib qolgan. O'shani hisobiga ham uvillab yurgan. Buni tekshirish uchun uvillash oson yo'li, hamda tortsanglar shu tortsanglar yo'qoladi dovush. Shundan yo'qolsa, значит bo'ldi. Yo bamba safunni klapindan bo'ladi. Yo bo'lmasam nash shlankadan bo'ladi. Shuning uchun boshqa narsalarga yetishdan oldin bitta tekshirib olganingizda ma'qul bo'ladi. Usti sayfidan doim xizmat etaman. Kuninglar xayrli bo'lsin. Allohga emanet.